Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammanglarga tuzimmisizlar, kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Mani kunim mana endi ko'chaga chiqaman, endi qizg'in boshlanadi. Ungacha baribir bilasizlar, yangi hayot, ko'nikib olish ozgina qiyin bo'lar ekan, to'g'risi. 2 kundan beri почти umuman ko'chaga chiqmadim. Keyin may oyining oxirida, iyulda biz hajga ketgan bo'lsak, ota-onam bilan o'sha vaqtdan buyog'iga bir ijodiy qanaqadir narsalar qo'ymadim-da, kam narsalar qo'ydim. 2-3 ta post adashmasam ko'pi bilan ijodni ham to'xtatib qo'ydim. Endi sizlar uchun harakat qilib, yangicha nimadirlar, izlanishlar qilishga harakat qilyapman. Chunki hayotimga, bu uyga, hammasiga endi ko'nikdim. Shunaqa bo'lar ekan o'zi, odam qanaqadir euforiya deydimi, shunaqada yurar ekan. O'shaning uchun inshaalloh bu yog'iga menga